Bir eslang, o'zingizga savol bering. Qachon oxirgi marta uyingizga tilovat Qur'on qilingandi? O'zingiz bir mulla emas, bir xatm marosimga emas, o'zingiz o'ylang. Qachon uyingizda siz o'zingiz Allohu akbar deb azon aytgansiz? Chunki men nima uchunligini aytaman buni. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: qaysi bir xonadonda azon ovozi eshitilinsa, ovoz qayerda tugaydi? Mana meni ovozim qayerda tugatyapti? Mahallani boshigacha. Mahallani boshigacha shayton qochib ketadi azon aytilgan xonadonda. Uyingizda Baqara surasini o'qing. Baqara surasi o'qilgan xonadonga shaytonlar, jinlar vasvasa qilib yomonlik qilmaydi. Mana shuni qiling, birodar. Mana shu odatni yo'lga qo'yaylik biz. Bo'lmagan odatlar umuman na shariatda bor uni, na dunyoda bor, na bir oxirat